Qarang, mana siz ham bemorimsiz, ayol kishi nimadan semiradi bo'laysiz? Siz ham ovqatdan semiradi bo'laysizmi? Aksincha adashasiz. Ayol kishi tushkunlikdan, mehr yetishmasligidan, e'tibor yetishmasligidan, stressdan va yolg'izlikdan semiradi. Va bu vaqt esa aynan ayol kishi bu bo'shliqlarni ovqat orqali to'ldirishni boshlaydi. Ya'ni bu vaqtda ko'p ovqatlanishni boshlaydi. Aynan asosiy sababi shu. Agar shu bo'shliq to'ladigan bo'lsa, ayol kishi hech qachon bo'kib ham, to'yib ham ovqatlanmaydi. Chunki bu yoqda mehri ham, e'tibori ham yetarli bo'ladi. Aynan ushbu vaziyatda nima qilish kerak? Birinchi navbatda ayol kishiga semizsan deb hech qachon uni kamsitmang. Buni aksincha, buni stressga, tushkunlikka tushishga sabab bo'ladi. Birinchi navbatda e'tiborni kuchaytiring, ayniqsa erkaklar ayollarga gullar sovg'a qiling va ko'nglini olish uchun har qanday shirinliklar yoki chiroyli joylarga olib borib kayfiyatini ko'tarishga harakat qiling. Bu harakatlaringiz